Assalomu alaykum barchaga. Bugun Humo viza markazimizda ajoyib yangilik. Bobur aka mijozimiz bor edilar. Bu kishi bundan oldin boshqa davlatlarga ham viza olganlar va bugun vizasini olish eng qiyin bo'lgan davlat Avstraliya vizasini oldilar. Bobur aka, Avstraliya vizasi bu dunyodagi bilasiz eng qiyin olish viza. Qanaqa taassurot aka hozir sizda? Yaxshi taassurot, yangiliklar, Angliya, Yevropa, boshqa davlatlardan keyin o'sha Avstraliya. Qarang, siz nimaga maqsad qo'ygansiz? Imенно to Avstraliyaga borish, ya'ni vizaga qiziqasiz-ku, har davlatlarga borgansiz. Shu oldimga maqsad qo'ygan, har yili 4 ta 5 ta davlatlarga, top davlatlarga chiqib kelish. Bobur akada bundan oldin o'sha top davlatlar vizalari ham bor edi va bugun mana shu Avstraliyani oldilar. Bundan keyingi davlat xudo xolasa qaysi biri? Olmoqchisiz. Angliya, Avstraliya. Adashmasam yaqinda Angliya vizasini ham chiqarsizga topshirgansiz. Уже ikkinchi marta topshirdik, 2 yillik. Bobur aka mijozimizga bundan oldin 6 oylik Angliya vizasini ham olib berganmiz va bu kishi hozirda 2 yillik viza uchun hujjat topshirganlar. Tez orada bu kishiga xudo xolasa Angliyaning 2 yillik vizasi ham chiqadi. Buni sizlar bilan bo'lishamiz yana. Aka, mana shu vizalarni olishda qanaqa qiyinchiliklar bo'ldi? Qanaqa biz xodimlarimiz yordam berishdi? Hech qanaqa qiyinchiliklar bo'lgani yo'q. Hammasi dokumentlar o'z joyiga edi. Obitakaga rahmat. Hamma dokumentlarni to'g'rilab, topshirib berdilar. Vizalarni olib beryaptilar. Humo vizaga. Qancha vaqt xudo xolasa yurasiz endi? Avstraliyaga borib. Xudo xolasa bir 2 oyga qo'yni ishiga boramiz. Qancha vaqt yurasizlar u yerda? Kengurular davlatda. Ko'p bo'lmaydi, nimaga deganda ish ko'p, vaqt oz. 4-5 kun yetadi menimcha. Aka, bizning mutaxassislarimiz, mana Obitaka ishi, mutaxassislarimiz samarqandliklar yoki O'zbekistondagi barcha Toshkentdagilar viza olmoqchi bo'lganlarga tavsiya berasizmi? Ish sifati qanday xizmatimiz? Ular ish sifatida endi dokumentga qaraydi, agar bo'ladigan bo'lsa agar dokumentni qiladilar. Bo'lmaydigan bo'lsalarga tushuntirib beradilar. Nimadan boshlash kerak? O'z mutaxassislarimiz bilimi sizga ma'qulmi? O'zini ishini biladigan bolalar. Hammasi. Tavsiya beradingizmi hammaga? Hammaga tavsiya beraman. Humo viza. Marhamat. Yana bitta narsani tushuntirib o'taman. Avstraliya vizasi pasportda emas, mana shunday qog'ozda bo'ladi. Ya'ni bu PDF formatda bo'ladi va biz buni chiqarib ko'rsatamiz sizlarga. Mana shunday holatda bo'ladi. Operator sizlarga yaqindan ham ko'rsatadi buni. Bu sizga oilaviy viza chiqqanmi? Oilaviy. O'zingiz hamda oilangiz bilan. Bobur aka, tabriklaymiz. Avstraliyaga borib, yaxshi aka. Sayohat qilib keling. Bobur aka 1 yildan beri Humo viza bilan hamkorlikda ishlab, o'sha mijoz bo'lib kelasiz. Shuning uchun ham aka bu sovg'a sizga. Bravo. Bu sovg'a hozir ko'rsatdi. Bu sovg'ani o'sha Avstraliyaga borganlarda ichidagi narsani ko'ramiz. Hammamiz internetga chiqadi, aka. Bravo. Sog' bo'ling.